Assalomu alaykum qadrli akalar, opalar. Akamiz mashina chopib kelganlar. Mashinachalari xo'p. Mana shu mashinadan mashinachani baloni, mana shu baloni bo'lsa, ingichka bo'lganini hisobiga balonni mana shu joyi sinib ketayotgan. 2-3 marta yangilab berdik, yangi balon qo'yib berdik, baribir mana sinib ketyapti, mana shunaqa bo'lib. Sinib ketayotganlikda endi balonlarni almashtirib beryapmiz. Xudo xolasa yaxshi balon, qalin balondan qo'yib beryapmiz. Faqat rabochiy, yangi balon bosib, xudo xolasa shunaqa narsalarni qilib beryapmiz. Endi balonlarni almashtirish uchun rezbochamiz boshqa, buni o'qini uzaytiramiz, o'stiramiz. Xudo xolasa mo'shli bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar.